Xitoyning yuqum qarshi siyosatida davolg'ish paydo bo'layotgan bo'lib, 20 yangi yuqumlanish qarshi turish tadbirlari kontrol qilishni bo'shashtirishni planlagan bo'lsa-mo, Xitoy virusi yuqum ahvoli nurg'un joylarda qaytadan kuchayib, kontrol qilish yana bir qadam kuchaymoqda. Xitoyning Sharq Turkistonda xalqni atalmış karantina nomida uylariga va kollektiv kuzatish markazlariga qamab qo'yganiga 100 kundan oshdi. Yaqında o'tirg'i chiqqan qisqa video ko'rinishlari atalmış kollektiv kuzatish markazlari nomidagi qamoqxonalarning haqiqiy aptibashirisini oshkorlab berdi. Bir videoda bir Uyg'ur ayol bir kollektiv karantina markazidagi nachar muhitni tonishtirgan. Karantina nomidagi bu markazlarda amaliyotda hech qanday karantin tadbirlari yo'l qo'yilmagan bo'lib, tozliqmi intayin nachar ekan. U ayol bu yer karantin markazimi yoki bir yig'ib olish markazimi deb savol qo'ygan. Yılda bir qitim o'tkaziladigan xalqarodagi nopozliq bexatarlik yig'inlaridan biri bo'lgan Halifax xalqaro bexatarlik munbiri 18 noyabr boshlangan bo'lib, yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa so'z qilgan. U so'zida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga va insoniyatga qarshi jinoyatiga 6 yil bo'lay degan. Shundaqla 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozirmi jazo lagerlariga qamalgan bo'lsa-mo, lekin xalqaro jamiyatning bu jinoyatni javobgarlikka tortishda hech qanday harakat qilmaganligini tanqid qilgan. Bu bir Uyg'urning Halifax xalqaro bexatarlik munbirining yig'iniga tunji qitim qatnashishi bo'lib qolmay, balki yana 3 nafar Uyg'ur vakilining birli vaqtda bu yig'inga qatnashishi, nutq so'zlashi, shundaqli bir Uyg'urning tunji qitim chet el davlatlarining prezidenti va davlat mudofaa ministri bilan bir sahnada so'z qilishi hisoblanadi. Kanadaning Nova Scotia o'lkasidagi Halifax shahrida boshlangan bu yig'inda Dolqin Aysa Kanada davlat mudofaa ministri Anita Anand, Estoniya prezidenti Alar Karis, Amerika Kengash palata a'zosi Jane Sheehanlarning qatorida yig'in sahnasidan o'rin olgan. U savol-javob shaklida o'tkazilgan kanadalik siyosat mutaxassisi Jane Steinning riyosatchiligidagi bu yig'inda dunyoning faqat Ukraina urushi va Xitoy virusi sababli mushkul bir vaziyatga duch kelmayotganligi, balki Xitoyning sababidan klimat o'zgarishi va istibdodlikning boshqa davlatlarga tarqatishiga duch kelayotganligini bildirgan. 2017-yildan beri 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlarida yetayotgan bo'lsa-mo, ammo dunyoning buning sukut qilayotganligini ayiblagan. Dolqin Aysaning ko'rsatishicha, garchi xalqaroda Xitoyning qirg'inchiligiga qarata cho'qonlar ko'tarilgan bo'lsa-mo, biroq qirg'inchilikni to'xtatish uchun nuqul so'zlab qo'yish kifoya qilmaydiganligini, navbatda Xitoyning boshqa davlatlarga istibdodlikni eksport qilayotganligini, Xitoyga qo'shin davlatlarning hech birining bexatar emasligini bildirdi. Amerika Kengash palatasi axborot komitetining muavin raisi Marco Rubio yaqinda bir qancha jumhuriyatchilar bilan Xitoy Kompartiyasi a'zolariga sayohat vizasi tarqatishni cheklaydigan qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. 18 noyabr kuni Rubio ishxonasining yozim bayonotida bu qonun loyihasining Xitoy fuqarolarining Kompartiyaga kirishini cheklash, Xitoyning Amerikadagi josuslik va tashviqotini texmi to'sish uchun loyihalanganligini bildirib, Xitoy fuqarolarining diplomatik viza, o'quvchilar vizasi, tantarbiya, san'at xodimlari va mablag' silish vizasi qatorliq boshqa viza iltimos qilishining cheklanmaydiganligini ta'kidlagan. Rubio mundaq dedi: Xitoyning dunyodagi birdan-bir cho'ng davlatga aylanish planida Amerikani ojizlashtirish va buzishni maqsad qilgan. Har bir partiya a'zosining Xitoy Kompartiyasining bu maqsadiga yetishga hassa qo'shadiganligini bildirib, ularni yana Amerikada dam elishi, mol setib olishi yoki savdo qilishiga yo'l qo'yishning bir hamoqatlik ekanligini, Amerika yana Xitoyning o'z davlatida ilib borgan tashviqotining Amerikani mag'lub qilish va dunyoni boshqarish ekanligiga diqqat qilganligini, Xitoyning zo'migarlik orzusining nihoyat aniq ekanligini ta'kidlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray 17 noyabr kuni parlament a'zolari qilgan so'zida Xitoy hukumatining Amerika shaharlarida qonunsiz soqchi punkt qurib, Amerikaga ta'sir ko'rsatish harakatini qanot yaydirishidan qattiq andish qilyapmiz. Men bu punktlarni bilaman va ularga kuchli diqqat qilyapman. Ammo menga ko'ra Xitoy soqchilarining do'kon ochishga urinishi kishini to'lim g'azablantirdi. Bu qilmishlar adliya va qonun ijro qilish doirasidan halqib ketdi degan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu to'g'riliq hech qanday baho bermagan. Yevropadagi qo'g'dug'uchilar nomli kishilik huquq tashkiloti 9-oyda doklad e'lon qilib, Nyu-York qatorliq dunyoning har qaysi joylaridagi 10 necha shaharda Xitoyning soqchi mulozimat punkti borligini oshkorlagan edi. Dokladda bildirilishicha, bu punktlar chet eldagi bir qism Xitoy fuqarolari yoki ularning tuqqanlariga besim ishiltidi ekan. Shundaqla Xitoyning ta'sir kuchi va tashviqotini chet ellarga tarqatishga mas'ul bo'lgan Xitoy birliksa bo'limining ishlariga moslashidi ekan. Christopher Wrayning bildirishicha, Amerika Xitoy hukumatining Xitoy rahbari Xi Jinping qarshi kishilarga parakanchilik silish, ularning iziga tushish, ularni nazorat qilish va ularni qara chaplash qatorli qilmishlarini ayblagan.
Bu yil oktabrda Amerika 7 Xitoy fuqarosining bir Amerika fuqarosi va uning oilasini nazorat qilganligi va parakandichilik salganligi uchun ayblagan bo'lib, Xitoy hukumatı ularning ichida birsini Xitoyga qaytarib ketishga uringan. Xitoy hukumatining Amerikada odam tutishga urinishi Amerika qonun organlari tomonidan tulki harakati deb atalgan. Yigirma ikkinchi navbatlik dunyo lo'nqisi futbol musobaqasi Qatarda boshlandi. Janubiy Amerika egizlikdagi qotil nomi bor Ekvador A guruhi musobaqasida Soyibxon Qatarni 2-0 yengdi. Soyibxonlar o'tgan 21-chi qitimliq dunyo lo'nqisi futbol musobaqasida Soyibxon davlat to'p uttirib baqmagan. Eng ojiz Janubiy Afrika mo ayni vaqtda Meksika bilan 1-1 natijada tenglashgan. O'ylamagan yerdan Osiyo chempioni bo'lgan Qatar buni buzib tashladi.